Bu tashlandiq joy oldin shunaqa gullagan. Ochiq aytaman. Bu tashlandiq joy Kartal detaling suvi bo'lgan. Vallahi haqiqatdan aytaman. Shuncha harakat qildim, shu joyni saqlab qolishga afsuski o'xshamadi. Harakat qildim, uni so'radim, buni so'radim, iloji bo'lmadi. Afsuski mana holatni ko'rib turibsizlar. Shu joyda demoqchimanki 45 dan oshiq shogird maktabda qo'limdan chiqib ketgan, o'qigan, avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha qo'limdan sertifikatlar olib ketishgan. Hozirgi kunda o'zini viloyatga ketib tadbirkorchilik kelishyapti. Haqiqatda aytaman, agarki shu joy ishlaganda yanada ko'proq odamman chiqargan bo'lardim, ko'proq shogird chiqargan bo'lardim. Afsuski holatini ko'rib turibsizlar. Prezidentimiz aytgan edi, tadbirkorchilikni qilib kelayotgan aka-ukalaringizni qo'llab-quvvatlaring, yordam beringlar degan gaplarni qilgan edi. Afsuski menga berilgan yordam mana shunaqa bo'ladi. Nima deyman? Men joyiga emas, vaqtimga achinaman. Nima deyman? Mana imенно izlab yurganlar bor, hozirgi kunda Otabekka qaqib ko'chdingiz, Otabekka joyiz qayerda deganlar bor. Shundoq pastda nomerim bor, telefon qilsanglar, lokatsiya tashib beraman yoki manzilimni aniq tushuntirib beraman. Nima deyman sizlarga endi? Hamma narsa hayotda bo'lib turar ekan. Aloqadaman shu.